Gentra mashinasini qo'yganimizda akalar oddiy va kichkina deyishgan ekan, sal qimmat tushibdi. Защитниси bo'lsa yaxshi-da baribir. Xo'p. Toshga tegib, korobkani ko'jihi, plastmassasi ikki oyog'idan sinib ketgan mana ahvol. Hozir endi korobkani yechib, boshqa kojih, miya plastmassa qo'yamiz. Agar ichidagi miya taraflarga nimadir shikast yetgan bo'lsa, boshqa almashtirib, xudo xolisa, cho'tkib berishga harakat qilamiz. Защитni qo'yib olish kerak. Gentra mashinamiz защитni qo'yib olsa, mana shunaqa muammolar, mana shunaqa problemalar bo'lmaydi, xudo xolisa. Korobkani yechib kojihni bu yoqqa olib oldim. Mana eski kojih singan joylari. Xudo xolisa, mana bu yangi kojihni yig'ib olamiz. Miya taraflari korobkani yechib holatda yo'q. Statistlarni yig'ib olsa, xudo xolisa, korobkamiz yig'iladi. Gentramizni zavodga oldik. Xudo xolisa, gentramiz bitta. Yangi kojih, yangi korobka qo'ydik. Xudo xolisa, yo'lda juda ham ehtiyot bo'lasizlar. Toqqa chiqqanda bu yoqqa tog' sezon juda ham ehtiyot bo'lib, yo'lga qarab yurmasanglar, mana shunaqa rasxodlar bo'lishi mumkin ortiqcha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar.